Yerimda 1 metrini 7 mingdan qilib berar ekan. Shu aka oddiy bor, keyin sportivniy dray deb qo'yamiz. Drayda aka 100 dollar beradi. Hozir mana shu unitazdan 3 ta sanuzelga olindi, 70 dollardan bo'ldi. Suv nasoslari ham oddiy o'zimiz xo'jaliklari juda kerakli narsalar. 16, 25, 32, 15 ming so'mda. 15 mingdan. 15 ming so'mda. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun uyimga sanuzellar bitib qoldi. Sizlarga ham kerak bo'lib qoladi deb narx-navolarni bir-bir aytib o'tib ketaman. Hozir mana shu unitazdan 3 ta sanuzelga olindi, 70 dollardan bo'ldi. Qisqa lo'nda qilib aytib ketamiz. Odilbek, bir tanishtirib o'tib ketsangiz. Xo'p, bollerdan boshlaylik. Bollerlar necha puldan? Boller aka, ajriga qarab, meni 80 talik real firmaniki bir quloqi bo'ladi aka. 111 dollar beramiz. Tepada shu aktivniki bor. Shu aka oddiy bor, keyin sportivniy dray deb qo'yamiz. Drayda aka 100 dollar beramiz, neredeyse 135 dollarga beramiz. Yaxshi. Topli polda turbalarini plasterimda 1 metrini 7 mingdan qilib berar ekan. 7 ming. Penaplekslarimizni uchligi 18 mingdan 22 minggacha bor ekan. Nimasi o'ynaydi? Firmasiga qarab. Xo'p, keyingisi unitazlar narxlari bo'ldi. Simisitillarga keladigan bo'lsak, mana bu simisitillarimiz 200 mingdan qilib berdi menga. 3 ta oldimmi? 3 ta oldim. Oddiylarini 150 mingdan qilib berar ekan. 70 ming arzonlari ham bor. Hozirda mana bunaqangi nimani aytdim? Endi adresni o'ylaymiz. Osilib turadigandan bundan nechta 80ligi 60ligidan pulini necha pul? Oldim. Aka, unimiz aka 1 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Yog'i yuqoridan ketadi. Materialga qarab. Kelishimiz bo'ladi. Xo'p, keyin dushovoyga simisitel olindi. Manonda men oldim. Knomishni o'zimga master spanliga. Buni menga necha pul qilib berdingiz? Aka 850 ming so'm qilib berdik. Demar firmaniki aka. To'g'ri ishlaydi. Keyingisi общий sanuzelimga adashmasam Bulutda yo'q, mana singari Bau firmanikini qilib berdik aka. Uni necha pul qilib berdingiz? Uni ham 850 ming edi. 850 mingga qilib berildi. 65 dollar g'alaba bo'ladi. Palatensa sushilkalarni men ham qo'yganman. Mana 80 sm bo'lsa kerak-a? Necha pul qilib berdingiz? 1 metrlik necha pul qilib berdingiz? 700 ming so'm. 700 ming so'm. Bundan yeni 80, keyingisi 40. Xo'p. Shunaqa do'stlar, общий bizdagi chek hozir 850 dollarlik bo'ldi. Buning ichida 2 ga 1.60 ga bir vanna ham bor, ha? Odilbekka telefon nomeringizni qo'yib qo'yaymi? Ha, to'g'ri. Vodiy bo'yicha yetkazib beraverasiz. Albatta. Odilbek, avtomatlarda narxini aytsangiz, mana ularda o'zi tashlaydigan, nima deb qo'yadi buni? Uzor deb qo'yadi. Necha pul bo'ladi? Yo'q, bu DIF ekan aka. Bu DIF avtomatlarimiz 70 ming so'mdan boshlanadi bu. Mana ular 3 piylar aka, 3 fazaga qo'yiladigan avtomatlar. Ular 45 mingdan boshlanadi, 65 ming, 70 mingga bor. Mana uzorlarimiz bular. Oddiy avtomatlarchi, mana ular necha pul qilasiz? 16lik, 25liklarini. 16, 25, 32, 15 ming so'mda. 15 mingdan. 15 ming so'mda. 40, 50, 60 tarini aka 16 ming, 17 ming razmeriga qarab chiqadi. Narxlari hamma ham bo'lib yaxshi. Xo'p, keyin nasoslarni ham bir ko'rsatib yuboring. Odilbek. Suv nasoslari ham oddiy o'zimiz xo'jaliklari juda kerakli narsalar. Nasoslardan. Xo'p, aka, Fit firmaniki 370 vattli 5 ta tochkaga yetkazib beradi aka, 750 ming so'mga beramiz. Shimji suxoy zashtalik aka 550 vatt, 10 ta 15 ta tochkaga bemalol yetkazib beradi. Xudo xolasa impas to'kada ishlaydi. Narxini 1 million 290 ming so'mga beramiz buni. Bunisi ozgina 370 vattli arzonroq chiqadi. Buni 950 mingga beramiz. Sizga qattiqroq gapirasiz. Mikrofon yo'q. Bu Shpo degan firmaniki, bu ham suxoy zashtalik 550 vattli, bu ozgina arzonroq chiqadi. 1 millionga qilib beramiz. Green Max suxoy zashtalik 550 watt 1 million 270 ming so'm. Apple firmaniki bor. Buni yana ochilmagan modellari bor, 250, hamma razmerlari bor, xudo xolasa buni. Hadovoy ketadigani bizda 400 suxoy 1 million 70 ming so'mga beramiz. 1 million 70 ming. Xo'p. Mo kalinalarda narxlarni aytib o'tsangiz, 10 ming, 8 ming qilib berasiz. 9 dan. 9 dan. Hammasi 9 mingdan qilib beralar ekan. Bir xil chiqadi 100 liklar. 76 liklar, 5 mingdan qilib beramiz. 50 likini aka 3 ming so'mdan qilib beramiz. Yaxshi. Gidroplastika. Bu
mollardan ham bir aytib o'tib ketasizmi? Uyga suv tushiradiganlardan. Bu ham firmasiga qarab chiqadi. Shu mana 25 talik shu astigimiz mana Xitoy firmaniki, mana gidroplastiki. Bular rezvalar laton bo'ladi, zanglamaydi. Mana bir 2 oy yoki 6 oyda zanglab, uje haliginaga uchiradi ular. Yaxshi, mana bu perexod nimalarida donasi nech bilan chiqadi? 25 liklar 1,5 ming so'm, 20 liklar 1000 so'm, 32 liklar 3000 so'm. Yaxshi, yana xo'jalikka kerakli narsalar nima? Nimalar bor? Odamlarga kerakli penalar nech puldan? Penalar aka 38 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p. Shu akalar, lazerimiz adashmasam men 600 mingga oldim. Xo'p, men bir lyubitelman, ishlatmasam ham, lekin uyda qo'yib qo'yaman. Preferatorlar adashmasam nech puldan boshlanadi? 700 ming? Yo'q, preferator 420 ming so'mdan boshlanadi. 420 mingdan boshlanadi. Shuni qo'yinglar 250 ming so'm. 250 ming. Firmasiga, markasiga qarab o'ynaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Narx-navoga ham bemalol telefon qilishsa bo'laveradi. Telefon qilaveradi. Bo'ldi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar.